Assalomu alaykum. Hafta davomida sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar tafsiloti bilan Expert Digest. Yaponiyaning premium giloslari ilk auksionlarda bir qutisi $12,000 sotildi. Yaponiyaning shimoli-sharqidagi Yamagata viloyatida yetishtirilgan premium Sato Nishiki giloslari yangi yilning ilk auksionlarida rekord narxlarda sotildi. Yaponiyaning asosiy gilos yetishtiruvchi hududi bo'lgan Yamagata prefekturasidagi Tendo shahrida o'tkazilgan auksionda ham 68 dona gilosdan iborat quti rekord darajadagi 1,55,000 yenga, ya'ni $10,000 sotilgan. Odatda giloslar erta yozda pishadi, biroq bu safar fermerlar ultra majburiy yetishtirish texnologiyasi yordamida hosilni erta olishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu usulda daraxtlar avval sovitilib, qish fasli taklif qilinadi, so'ngra issiqxonalarda parvarish qilinadi. Tendo shahridagi eng yuqori narxni taklif qilgan Tendo Foods ushbu giloslarni onlayn savdo orqali sotishni rejalashtirmoqda. 2025-yilda Koreya Respublikasiga gilos va anor eksportida O'zbekiston yetakchilar safida bo'ldi. Koreya Respublikasi 2025-yilning yanvar-dekabr oylarida umumiy qiymati $1,900 million ga teng bo'lgan 843 ming tonna meva mahsulotini import qilgan. Shu yil davomida Koreyaga import qilingan asosiy 5 turdagi meva mahsulotlar hajmi quyidagicha: uzum 31,300 tonna, limon 22,200 tonna, gilos 18,000 tonna, qovun 5,500 tonna, anor 1,800 tonna. AQSh Koreyaga yangi meva va sabzavotlar eksporti bo'yicha yetakchi bo'lib, Chili 2-o'rinda, Avstraliya esa 3-o'rinni egallagan. Kuchli raqobat muhitida O'zbekiston ham munosib o'rin egalladi. Ayniqsa bu ko'rsatkichlar anor va gilos eksportida namoyon bo'lmoqda. 2026-yil 22-25 yanvar kunlari Pokiston Islom Respublikasi poytaxti Islomobod shahrida O'zbekiston mahsulotlari savdo yarmarkasi bo'lib o'tadi. Mazkur tadbir mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun Janubiy Osiyo bozoriga chiqish, Pokiston importyorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatish, yangi hamkorlar topish hamda eksport hajmini kengaytirishga qaratilgan. Yarmarka doirasida savdo tarmoqlari, importchi kompaniyalar, distribyutorlar hamda biznes vakillarining ishtiroki kutilmoqda. Ishtirokchilar uchun avia chipta xarajatlari, logistika xizmatlari, ko'rgazma stendi tashkilotchilar tomonidan qoplab beriladi. Yarmarkada yangi uzilgan meva-sabzavotlar, quritilgan meva-sabzavot mahsulotlari, dukkakli mahsulotlar, qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari namoyish etilishi rejalashtirilgan. Yarmarkada ishtirok etishni istagan mahalliy ishlab chiqaruvchi va eksportyorlar belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishlari mumkin. O'zbekistonda yetishtirilgan quritilgan o'rik eksporti 2,4 barobarga oshib, 11 oyda qariyb $46 million ga yetdi. O'zbekiston 2025-yilning yanvar-noyabr oylarida 56 ta davlatga jami 23,900 tonna quritilgan o'rik eksport qildi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan eksport hajmi 13,700 tonnaga o'sish qayd etildi. Eksport geografiyasining sezilarli darajada kengayishi va hajmining ortishi mahalliy mahsulotga tashqi bozorlarda barqaror talab mavjudligini ko'rsatmoqda. Eng yirik importchi davlat Xitoy bo'lib, ushbu mamlakatga 5500 tonna mahsulot yetkazib berilgan. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston 4600 tonna, Turkiya 4100 tonna, Rossiya 1800 tonna, Ukraina 1500 tonna. Qolgan davlatlar hissasiga jami 6500 tonnaga yaqin mahsulot to'g'ri kelgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.